Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan biz Damas 3 deb nom olgan yangi mashina haqida gaplashamiz. Bu prostoy Spark motorligi, bunisi 1.5 Cobalt motorligi mana. Bular hammasi mexanika. Hozir ichki salonni ko'rsataman sizlarga. Shopper tomonidan boshlaymiz. Tak, shopper eshigi mana. Bu perlamotor rangi. Prostoyniki oynalar separator. Rollarda multimedialar knopkasi uchun joylar bor. Tak. Damas o'xshagan skorisi. 5 skori. Magnitofon oddiy, lekin prostoyda ham bor. Ko'ryapsizlar? Konditsioner bor. Magnitofoni bor. Speedometer 180. Ekranda ko'rinadi. Kalit yo'q ekan ko'rsataman dedim. Bari yo'q, ichi keng. Chuqur bardacho'gi bor. Farasi bor, tikarmani bor. Eshiklari mana ruchkalik. Endi orqasini ko'rsataman. Bu oldi saloni. Orqasiga kelsak, bejviy latta salon, bejviy trapkali. Karmani bor. Endi nimaga? Mana eshik qolar ekan, to'xtab turar ekan. Ha. 1, 2, 3 o'rindiq. Oldida, orqada yana 3 ta o'rindiq. Uni orqasida ham joy bor. Endi knopkali variantini ko'rsataman. Bu orqasi mana N400 Mowi, Damas Mowi. Orqani ochmang debdi. Bu endi luks variant. Yo'q, bu ham prostoy ekan do'stlar. Uzr, bu ham prostoy ekan. Yo'q, bu ikkinchi pozitsiyasi ekan. Bu 6 skorli ekan do'stlar. Zatnisi oldida 6 skorli ko'ryapsizlar. Lekin oynasi hamma yo'q bir xil. Ichi tomi juda ham baland. Bo'yi 2 metrli odam minsa ham tegmaydi. Buni farqi bu 6 skorli ekan. Bu ya'ni bu 6 skorligi 1.5 motorligi, 1.5 motorligi, 5 skorlilari 1.25 motorligi Spark motor deyishyapti. Ichi keng. Bemalol ketaverasizlar. Rol gidravlika emas, bular elektriskiy. Gidravlический emas, elektriskiy. Mana avariya nimaga joylashgan? Kichkina o'ta ham. Telefon kelib beryapti. Motor holatini ko'rsataman. Mana aytib o'tgandek, antifriz bachok, tormoz bachok, ko'rib turganlaridek gidravlический tormoz transmissiyani idishi yo'q. Ya'ni bu elektriskiy ishlaydi roli. U zvuk bilan ishlaydi. Qanday zvuk chiqaradi rol burayotganingizda. Biz Cobaltlar Nexia 3 motor bunaqasi bo'lsa, buniki bunaqa vertikal ekan. Oldi ko'rinish.